Bugun 2026-yilning 1-mart holatiga ko'ra Amerika Qo'shma Shtatlarining Iroqda joylashgan nisbatan kichik bo'lgan va eng so'nggi deyilayotgan aviabazasiga dron hujumlari uyushtirilgan. Ba'zi manbalar buni Eronning to'g'ridan-to'g'ri hujumlari deb atashsa, ba'zilari Iroqda joylashgan Eronga xayrixoh bo'lgan harbiy tuzilmalarning dron hujumlari deb atashmoqda. Iroqning Erbil shahrida joylashgan Amerika Qo'shma Shtatlarining eng so'nggi deb atalayotgan aviabazasiga bir emas bir nechta dronlar orqali hujum qilingan va ayni shu dronlar aynan o'q-dorilar va yoqilg'i saqlash bo'linmalarini nishonga olganligi va shu asosda juda katta portlashlarga sabab bo'lganligi videolarda ko'rinadi. Ma'lumotlarga ko'ra, Iroqning Erbil shahrida joylashgan Amerika Qo'shma Shtatlarining Iroqdagi eng so'nggi harbiy bazasi deb aytilayotgan ushbu harbiy bazada 1000 ga yaqin Amerika Qo'shma Shtatlari harbiylari xizmat qilishi tasdiqlangan. Amerika Qo'shma Shtatlari bosh shtabi ushbu bazadan soni aniqlanmagan miqdordagi harbiy xizmatchilar evakuatsiya qilinganligini tasdiqlagan va ayni shu hodisaga aloqador bo'lgan Amerika Qo'shma Shtatlari harbiylariga bog'liq o'limlar sonini hozircha e'lon qilmagan yoki yo'q ekanligini ham tasdiqlamagan.